Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın arkası çaylarlık kerimdaşlarım. Hemmanlarınki muşu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beşdoğrak. Hazır İstanbul'dan. Yani Bayrampaşa emas, Fatih'ten, Süleymaniye Vakfı'dan, İşhanam'dan. Sizlerge salam berbatime kaderlik kerimdaşlar. Bugün bayatın 58. dersini birlikte öğrenip öttük. Nece vaktin yankısı aslında bu 59. ders, bugün 58. ders aldığın haftalerde kılışık tegişik dersti. Arada heyet bayram dedik, başka işler bilen sebep olup bunu kılanmay kaldık. Bugün şu planını boyunca aldığın telafisi yani ornuğa tuluklama dersi oldu. Mavi hem de hakiki bugünkü növbetteki dersimiz de karısak bulduk kadarıyla kardeşler. Bu kullandaki bu kitap Mesuliyet iktidarına besip şudu degen kitap Şincan Güzel Sendet Futu Öğretim Neşriyatı Şincan Elektron Ünsün Neşriyatı terip ederim. Kaçan neşr kılınan kitap 2009 yıl 12. ayının 1. neşri 3. aydı. Birinci besilişi 2010 deptu. Kaderlik kerindaşlar. Kitabı tercüme kılgıcı Şunqarcan Kurban degan kerindişimizken yaxşı bir kitapını tercüme kıptı kaderlik kerindaşlar. Bunun yaxşı paydalanatımız. Hem de şu mesuliyetçilik, mesuliyet tuygusu, mesuliyet enge bolmagan çağda qandaq işlarning bulduğanlığını aldığın saatimi öttek, neçe hepsinin yankısı toxtulup atkan mezmunlar şu mesuliyet meselesi kadarlık yerindaşlar. Endi bu 5. bab, 5. babda qaraydigan bolsak, inchki tafsilat orqali mesuliyetni namoyon qilg'ili bo'ladi. Mesuliyet galibi yoki mag'lubiyatni belgilaydi degan bobken oldingisida biz bir atning taqisi to'g'riliq so'zlanib o'tdi. Ya da cho'kib ketgan kiyimining paraxotning nima uchun cho'kkanligini bilib oldik. Endi biz Charles III'ning Angliyaning podshosiningki shu bir atning taqisi qiqildigan bir nalininki mehning kamligidan esir olganlığı devletine qo'ldan kötküzüp qo'yganligini bildik. Hem de bugün hazırki mezmunda mesuliyet inchki tafsilotlarda ifodalandi degan mezmunni, ondan keyin xizmatda kichik ish yo'q degan mezmun, ondan keyin ko'ngil qo'ysangizlar kichikkina alomatdan shu ishning mohiyatini bilalaysiz degan mezmunni birlikte öğünümüz canım dostlar. Bu kitapni kitapxonlardan topalaysizlar. Mesuliyet inchki tafsilotlarda ifodalandi. 2003 yıl 2. ayının 1. günü Amerika'nın Kolumbiya namlı alem aeroplanı yer şarkı qaytib kelib, yerge konuş aldı da tasadibilik yüz verip partlap ketdi. Alem aeroplanındaki 7 uçukçunun hemmisi kaza kıldı. Bunundan bütün dünya zilzilge geldi. Amerika Alem Katnaşı İdaresi'nin Alem aeroplanı planı mesul emeldarı Loin Detimor Moşi sebeplik hizmetinden istifa berişke mecbur oldu. Bundan ilgili o Amerika Alem Katnaşı İdaresi'de 26 yıl işlegen hem de o da 4 yıl Alem aeroplanı planının asaslık başqurğucusu bolgan idi. Bu iş yüz bergenden keyin tekşürüş neticesinde görüstülüşçe bu vakani keltirip çıkargını ajrap ketken bir parça ıssiqlik ayrış kayiş idi. Kolumbiya namlı aeroplanının Alem aeroplanının sırtqi kısmıga 20 bin danıdan oşuq ıssiqlik ayrış kayiş oruntilgan bulup 3000 Celsius gradusluk yuqori temperaturga berdaşlıq berelaydi. Bu kayışlarının Alem aeroplanı atmosfera katlamından ötkende onun sırtqi kısmının yuqori temperaturda iyirip ketişinin aldığını eliş rolu bar idi.
1. ayının 16. günü. Kolumbiya namlıq alem aeroplanı boşluqqa götürülüp 80 sekunddan keyin yıkılgı sandıqıdan bir parça issiqlik ayırış kayışı ajrap çıkıp aeroplanın sol kanatının aldığın kısmındaki issiqlik ayırış sistemisiga tegib ketken. Alem Qatnaşı İdarəsinin yuqori süratli fotosurat aparatı bu jarayonni suratga tartib olgan edi. Aslida alem aeroplanının umumi iqtidori qatorliq nurg'un texnikalarini o'lchamga to'liq yetgan deyishga bo'ladi. Ammo kichkina bir parcha issiqlik ayirish kayishining ajrab ketishi bilan nihoyat zo'r mablag' silingan butkul bir alem aeroplani vayron bo'ldi. Qimmat orqali ifodalagili bo'lmaydigan 7 qimmatlik hayotmi, 7 qimmatlik hayotmi yo'q bo'ldi. Bu yerde kelib chiqqan kichkina savarlik vayron qilish xarakterlik oqibatni keltirib chiqardi. Inchki tafsilotlar hamma yerda bor. Kichkina bir ishdan siz bir kishining mas'uliyat tuyg'usi bor yoki yo'qligini ko'rib ola olasiz. 3 odam bir shirkatning setib olish boshqaruvchisi bo'lib ishlashni qo'lga keltirish uchun bir shirkatga beribdi. Bularning orasidagi bir kishi ma'lum bir danglik igilik boshqarish institutini bitkizgan ekan. Yana birisi ma'lum bir savdo institutini bitkizgan ekan. Uchinchisi xalq igiligidagi bir oliy maktabni bitkizgan o'quvchi ekan. Nurg'un kishilarga nisbatan bu uchunning qaysisining bu xizmatga erishadiganligiga hukm chiqarish nihoyatda o'ng'ay edi. Ammo ishlar dal ko'pchilikning o'ylig'ining aksicha bo'ldi. Bu uchaylan bir qator imtihonlarga qatnashgandan keyin xalq igiligidagi oliy maktabni bitkizgan o'quvchi bu shirkatga qabul qilinadi. Shirkatga qabul qilish uchun ilingan barliq sinoqlarda bu uchunning hammasining natijasi intayin yuqori bo'lib, mayli kasbiy bilim va tajriba jihatdan bir-biridan qilishqusiz darajada o'z karomatini ko'rsatishibdi. Eng oxiri şirketning baş direktori ulardan o'zi bevosita 100 turani imtihon elib, ularga mundaq bir o'xshash savolni chiqaribdi. Agar shirkat sizni ma'lum bir zavodga 4999 dana konvert selivetish uchun evarsa, siz shirkatdan qanchalik pul elib borasiz? Bir qancha minutdan keyin bu ishchi o'z javoblarini topshiribdi. Birinci kişi 430 yuan deb cevap beribdi. Direktor onundan qanday hesapladınız deb so'ragan ekan, o men 5000 konvert setib olaman deb o'ylab, buning bahası 400 yuanni hesaplab chiqardim. Andan boshqa xarajatlarni o'ylab, uning yana 30 yuanni qo'shdim deb intayin ravon javob beribdi. İkinci kişi 415 yuan deb javob beribdi. O bunu tushundirib, taxminen 5000 konvert deb hesaplanıb, taxminen 400 yuan ketadiganligini hesaplab chiqdim. Onundan sırt yana 15 yuan ketishi mumkin deb bunu qo'shib qo'ydim debdi. Baş direktor bunun cevabına hech qanday inkas qaytarmabdi. Ammo o 3-chi kishining javob yozgan qog'ozida 419.24 yuan 419.24 yuan deb yozilganligini ko'rib, intayin hayron qilib, darhol uningdan bergan javobingizni tushuntirib qo'ysangiz debdi. Bo'ladi deb javob berishga boshlabdi bu o'quvchi o'ziga ishongan holda. Konvertning bir danasi 8 pun. 4999 dana konvertning puli 399.92 yuan bo'ladi. 399 yuan 92 sent bo'ladi. Şirkettin zavodga berish uchun avtomobilga 10 yuan berib kelish kira haqqi to'lash kerak. Tushlik tomoq haqqi 5 yuan. Zavoddan avtobus bekitigacha bo'lgan araliq 1,5 kilometr. Konvertlarni yo'tkashga 3 chaqliq velosipeddan birini tepish kerak. Onunga 4,5 yuan ketadi. Shunga jam'i 419.24, ya'ni 419 koy 24 sent pul ketadi. Baş direktor kutib qo'yib,
imtihan qog'ozlarini yig'ishtirib, bugungi sınaq mushu yergacha bo'lsin, endi javobimizni kutinglar deb chiqib ketibdi. Nihoyat ro'shanki, bu ish izlab kelguchilarning inchki tafsilotlarga tutgan muomalasini sinaydigan savol edi. Bu yerdagi kichkina bir bexastalik 100 turani imtihondagi mag'lubiyatga sabab bo'lib qoldi. Cho'ng ishlarni qilganda inchki tafsilotlarga bak esil olmaslik albatta bir xil ish bajarish usuli. Ammo bu usulni qo'llanish bakli xatarlik. Kichkina tafsilotlarga qaramay, cho'ng ishlarga daxl qilib qo'ygan misollar nihoyatmi ko'p. Mayli xizmat yoki turmushda bo'lsin, ish qilganda astoydil bo'lish kerak. Shundalik kishilar ishlarni ham yaxshi, ham mukammal qilg'ili bo'ladi. Jamimin korxonalarda, ya'ni shirkatlarda har qanday bir vaqtda kishini hayajonlantirgan ishlar yuz bermasligi kerak deyish orqali afsonani qo'g'lashmaslik hukmini bevosita shar'iylab bergan. Yani qarindoshlar yine avara qilgan bo'ldi, birisi ovozni o'chirib etdi. Javrimin shirkatlarda har qanday bir vaqtda kishini hayajonlantirgan ishlar yuz bermasligi kerak deyish orqali afsonani qo'g'lashmaslik hukmini bevosita shar'iylab bergan. O mundaq deb qaragan, kishini hayajonlantirgan ishning yuz bermaganligi şirketning mashg'ulot davomida intayin normal holatni saqlaganligini ifodalab beradi. Shundaq, biz xayr bag'chisiga qadam qo'ysangiz, siz xayr bag'chisiga qadam qo'ysangiz, kishini hayajonga soladigan hech qanday ishni ko'rmaysiz. Kishini hayajonga soladigan hech qanday ovozni anglamaysiz. Atrof shunchalik jimjit, tartibli. Yiliga necha milliard yuanlik a'lo sifatli mahsulot bu yerda yuqori unumlik, sistemli, puxta bo'lgan mashg'ulotlar orqali maydonga kelib, bozorga kirdi. Andin foydaga aylanib, xayr cho'ng binosiga qaytib keladi. Xayrda ishlayotganlarga nisbatan aytganda, kishini hayajonga soladigan ish yuz bermasa, qolganlarining hammasi kichik ishlar. Ammo nimishqa ularning so'dishi shuncha yaxshi? Bu yerdagi sir azroq astoydil bo'lsangiz, azroq ishchan bo'lsangiz, azroq inchki bo'lsangiz, azroq sezgir bo'lsangiz, kichik ishlarni azroq yaxshi qilib qo'ysangiz qatorliqlardan iborat. Bu kichik ishlar bekli kichik bo'lsa-mu, ammo har vaqt buni o'rinlash intayin tez. Kichik ish deganlikning o'zi inchki tafsilotni ko'rsatadi. İnchki tafsilotlarga diqqat qilish har bir xodimning mas'uliyati. Shundaqli shirkatning manfaati bilan munosabatli bo'lgan har bir kishi qilishga tegishli ish. O'zi ijro qilayotgan mas'uliyat doirasi ichida xaridorga nisbatan kichik ish yo'q. Shirkatga nisbatan kichik ish yo'q deganni ishga oshirish kerak. Xaridorga nisbatan kichik ish yo'q. Xaridorlarning ishi har qancha kichik bo'lsa-mu, ammo bu xaridorlar shirkatdan 100% rozi bo'ldimi yo'q degandan iborat mukammal natija bilan zich bog'langan bo'ladi. Yo'q deganidan iborat mukammal natija bilan zich bog'langan bo'ladi. Ya'ni xaridorga nisbatan kichik ish yo'q. Xaridorlarning ishi har qancha kichik bo'lsa-mu, ammo bu xaridorlar shirkatdan 100% rozi bo'ldimi yo'q degandan iborat mukammal natija bilan zich bog'langan bo'ladi. Har bir xaridor xodimlarning har bir kichik ishga astoydil muomala qilishni umid qiladi. Yani ketib oldi debsiz, qadrli qarindishim, balki to'g'ridagi masala bo'lishi mumkin. Her bir xaridor xodimlarning her bir kichik ishga astoydil muomala qilishini umid qiladi. Har qanday kichikgina bexastalik xaridorlarning noroziligini keltirib chiqaradi. Hatto intayin og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Şuna xeridarlarning har qanday kichik ishi cho'ng ish hisoblanadi. Har qanday kichik ishni yaxshi qilganda cho'ng ishlar qashilirsiz ravon bo'ladi. Tokyo'dagi bir savdo shirkatida maxsus savdogarlarga poyezd bilet setib olib berishga mas'ul bir qiz bor ekan. O daim Germaniyadagi bir cho'ng shirkatning savdo ishlariga mas'ul direktoriga Tokyo'dan Osakaga berib keladigan poyezd biletini setib olib berdi ekan. Uzun o'tmay bu direktor bir qiziqishni bayqab qopti. Har qatim o Osakaga bardiganda o'ltiradigan o'rni o'ng taraf derazining yeni. Tokyoga qaytganda bo'lsa sol taraf derazining yeni ekan. Shuning bilan direktor uningdan bu ishning sababini so'rabdi. Qizchaq kulib turib, poyezd Osakaga bardiganda Pusan tegi sizning o'ng tarafingizda, Tokyoga qaytganda sizning sol tarafingizda bo'ladi. Menimcha chet elliklarning hammasi Pusan tegining ajoyib go'zal manzarasini ko'rishga hiris. Shunga men sizga poyezd biletini mushundaq elib berdim debdi. Mushundaq kichkina bir ishdan Germaniyalik direktor intayin ta'sirlanib ketibdi. Shuning bilan o bu Yaponiya şirketi bilan bo'lgan savdo sommasini 4 milyon markdan 12 milyon markka o'stiribdi. O mushundaq kichkina bir ishnimi bu shirkatning xodimlari mushundaq atrofliq o'ylab yaxshi o'rinlashtirgan bo'lsa, ular bilan savdo qilishni yana nimadan ansirayman debdi. Inchki tafsilotlar foyda olib keladi, ba'zida ziyon olib keladi. Bir qatim davlat ichidagi bir yo'lovchi ma'lum Avasiya shirkatining navbatchi aeroplaniga o'ltirib, Jinandan Beyjingga minibdi. Aeroplanda o arqadan 2 stakan suvni ichib o'tgandan keyin kutkuchidan yana bir stakan suv berishni talab qilibdi-da, hamda kamtarlik bilan "Ussapla turman" debdi. Ammo kutkuchi qizning javobi uni bakla umidsizlantiribdi. Bizning bu minishimiz qisqa musofirlik liniya. Zapas suyimiz yeterlik emas. Qolgan suvni yana Shanxayga mang'och ishlatamiz. Bu kichik ishga duch kelgandan keyin bu yo'lovchi buningdan keyin bu shirkatning aeroplaniga qayta o'ltirmaslik qaroriga kelibdi. Mahsulot va mulozimatga kundan kunga yuqori talab qo'yilayotgan bugungi kunda inchki tafsilotlarda mukammal bo'lishni qo'lga keltirish shirkatlarning raqobatda utib chiqishdagi unumli usuli. Bir shirkatning temiga her bir inchki halqida mukammallikni qo'g'lashayli degan bir jumla aqliya so'zi yezib qo'yilgan. Agar her bir odam mushuniga amal qila olsa, shubhisizki safoyimiz zo'r darajada yuqori ko'tariladi, yana nurg'un xatolik va afsunishlardan saqlanib qolg'ili bo'ladi. Shaxslar shundoq, shirkatlar texmi shundoq. Bozor boshqarish mashg'ulotida, setish atritini boshqarishda, moliya ishlarini boshqarishda bu xil inchki tafsilotlarda mukammallikni qo'g'lashadigan ruhga ega bo'lish kerak. Boshlanish bak kichik bo'lib ketsa hech qisi yo'q. Muhimi her bir kichik ishga astoydil muomala qilish. Odatdagi ishni odatdan tashqari qilgan tuzuk. Chunki kichkina ishlardan bir odamning mas'uliyatchan yoki emasligini belgili bo'ladi. Hilton mehmonxonasini barpo qiluvchi Dünya Mehmon saroy kasbidagi podshoh Kang Ni Hilton xodimlardan mas'uliyatchanlikni inchki tafsilotlarda ifodalashni talab qiladigan kishilarning biri. Bir shirkatning muavin bosh direktori kelib, ilgari Hilton mehmonxonasiga tushgan. Bir kuni saharda o yatqining eshigini echishiga zalning u beshida turgan mulozimatchi uning yeniga kelib, uningdan amonlik so'raydi. Kep apantini hayron qoldirgani mulozimatchining adab qoidaligi bo'lmasdan, balki bu mulozimatchining uning ismini atab turib ko'rishishi bo'ldi. Chunki Kep apandining ko'p yillik komandirka hayotida boshqa mehmon saroylarda yotganda hech qanday bir mulozimatchi uning ismini atab turib, uning bilan ko'rishgan emas edi. Aslida Hilton har bir qavatdagi mulozimatchilardan xaridorlarning texmi atrofliq
yaxshi mulozimat bilan ta'minlash uchun har bir yotoqdagi o'zlari mulozimat qiladigan mehmonning ismini har vaqt asli ching saqlashni talab qilgan edi. Kep liftga o'tirib birinchi qavatga tushganda birinchi qavatdagi mulozimatchimi o'xshashla uning ismini atab turib uning bilan ko'rishdi. Buningdan Kep efendi bakla hayron qoldi. Mulozimatchi tushundirib, üstünki qavatdagi mulozimatchi sizning liftga o'tirib birinchi qavatga tushayotganligingizni aytib telefon bergan edi deydi. Etigenlik nashtada mehmonxona mulozimatchisi uningga bir dona piranik elib keldi. Keyin uningdan bu yurish qo'rimi ishidagi qizil nima narsa deb so'raydi. Mulozimatchi ko'rib beqib bir qadam keyniga chekinib javob berdi. Keyin yana uningdan yandagi bu qop-qora nima narsa deb so'raydi. Mulozimatchi qarab beqib yana keyniga bir qadam chekinib javob berdi. O nimishqa keyniga bir qadam chekinadi. Aslida bu uning shulgiyini mehmonning nashtiligiga chashtirib qo'ymaslik uchun qo'llangan tadbir ekan. Siz balkim bularni ancha kichik ishlarga deb o'ylashingiz mumkin. Ammo savdo sohasida inchki tafsilotlarning mukammalligi dal o'sha kichik ishlarda ifodalanadi. Chunki har birimiz qilayotgan ishlar dal shunday kichik ishlardan tarkib topgan. Her bir kichik ishni yaxshi qilish orqali mas'uliyatchanlikni ifodalaysiz. Kuchlik mas'uliyatchanlikqa ega kishilar her bir inchki tafsilotga astoydil muomala qiladi. Xizmatda kichik ish yo'q. Qadrli qarindoshlar, biz birlikda o'qiyotganimiz mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan bunu Noch kitob. Qadrli qarindoshlar, bu kitobning cem'i 256 betlik kitapken ama mezmuni yani bir ömür yitilgan kitapken kadarlı arkadaşlar okup bekanlar, tanışıp bekanlar, başkalarına tanıştırlar. Hazır biz 5. bab inç kitapsilat arkalık mesuliyetini namayan kılgılı buludu. Mesuliyet galibe yoki mağlubiyetni belgileydi degan 5. babdan yeni bir mezmun hizmette kichik ish yo'q degan temini birlikda ko'rib chiqamiz. Bir yosh monastirga kirgandan keyin izchil gilam to'qish bilan shug'ullanibdi. O bu ishni bir qancha hafta qilgandan keyin bu zerikishlik ishni qayta qilishni xohlamadi. O hasratlanib turib, qilgan ishimning faqat qizig'i yo'q. Seriq ipni to'qiyotgan bo'lsam birdamdila onu tükunchak qilib chigishga, yana birdam ipni uzishga to'g'ri keladi ekan. Buning hech qanday ahamiyati yo'q ekan. Bu hayotni isrof qilganlik-ku, debdi. Onun yanında o'ltirib gilam to'qiyotgan qari mo'naq unga mundaq debdi. Balam, sen vaqtni isrof qilayotganing yo'q. Sen to'qiyotgan bilak gilamning eng muhim yeri debdi. Qari mo'naq onu xizmat uyiga yeyib qo'yilgan gilamning yeniga elib kelibdi-ekan, yosh mo'naq cho'chib ketibdi. Aslida uning to'qiyotgan yeri 3 xonning orduga kirishi degan rasmdagi dal ilohiy bobaqning beshiga ko'ygizib qo'yilgan toj qismi ekan. O o'ziga hech bir ahamiyati yo'q bo'lib tuyulgan ishning aslida bunchalik buyuk ish ekanligini o'ylabmi baqmagan edi. Siz qilayotgan ishingizning umumiy go'zalligini mangu ko'rolmasligingiz mumkin. Ammo siz qilayotgan shu bo'lak ish kam qolsa, butkul bir xizmat mukammal bo'lmay qoladi-da, bu hech nimaga arzimaydigan ishga aylanadi. Jamiyat nurg'un cho'ng arbob va odatdagi odamlardan tarkib topgan. Odatdagi odamlarning roli ba'zida intayin muhim bo'ladi. Cho'ng mashinalar g'uma kichikgina tishliqchoqlar o'rnatilgan bo'ladi emasmi? Shunga kichik ish mavjud emas. Odatdagi odammi mavjud emas. Ularning hammasi barobar. Chunki ularning hammasi o'xshashli muhim. Xizmatda kichik ish bo'lmaydi. Har bir ishga astoydil muomala qilish cho'ng ish qilgan bilan barobar.
Özüngə təqsim qılınğan iş halqısı bilen iş ornunda məhkəm çiң turğandalar ən yaxşı töhbə yaratqılı boludu. Əhmiyyətsiz xizmət bolmaydı. Hər bir ceryan yeni bir ceryanğa ulanğan boludu. Hər bir iş halqısı bir-biri bilen birikkende pütkül ceryan mükemmel bolğan boludu. Hər bir adam öz ornunda turup, tirişip öz vazifesini ada kılganda hem de özü mesul bolğan işini mükemmel kılganda pütkül bir kollektiv ortak bir mesuliyetinin höddüsüdün nihayeti yaxşı çıqqan boludu. Çavcirat mındaq dep qaraydı. Avtomobil setişte adamның əxlaqi məhsulatdan yuqarı orunda turdu. Bir g'alaba qozongan avtomobil setish savdogarining jismida odatdagi odamlarni hurmat qiladigan yurak so'qib turdi. Uning hurmati uning har bir odatdagi harakatlarida ifodalanib turdi. Ya'ni Chavjirat mundaq deb qaraydi debdi. Avtomobil setishda odamning axloqi mahsulotdan yuqori o'rinda turdi. Bir g'alaba qozongan avtomobil setish savdogarining jismida odatdagi odamlarni hurmat qiladigan yurak so'qib turdi. Uning hurmati uning har bir odatdagi harakatlarida ifodalanib turdi. Bir kuni 30 yoshli bir ayol Odul tarafdagi Ford markali avtomobilni sotadigan savdo ko'chasidan o'tib, Jiratning avtomobil ko'rgazma qilib setish uyiga kirdi. O uningga mening oq ranglik Ford avtomobili setib olg'im bor edi. Navra ocham shundoq avtomobil setib olibdi ekan. Ammo Ford avtomobili setish ko'chasidagilar meni 1 soatdan keyin keling dedi. Şoňa sizlarning bu yerga qarab baqay deb kelib edim deydi. Xonim, sizning mening avtomobillarimni ko'rgili kelganingizda qizg'in qarshi olaman deydi Jirat kulimsirab turib uningga. Bu ayol xushal holda uningga "Bugün mening 55 yoshga kirgan tug'ilgan kunim. Ford markali oq ranglik avtomobilni o'zimning tug'ilgan kun sovg'a sifatida setib olishni o'ylagan edim" deydi. "Xonim, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin" deydi. Jirat intayin qizg'inlik bilan uni tabriklab, arkadan o yana yinidagi yordamchisiga shivirlab turib bir nimalarni topilaydi. Jirat bu ayolni boshlab her bir yeni avtomobilni ko'rsatgach, onunga tushundirib mangadi. Chevrolet markali avtomobilning oldiga kelganda o, "Xonim, siz oq rangni bakrak yaxshi ko'radigan o'xshaysiz. Qo'sh eshiklik bu pikapmi oq ranglik qarab beqinglar" deydi. Dal mushu chaqda yordamchisi kelib, bir dona qizil atirgulni Jiratga berdi. Jirat bu chiroyli gulni bu ayolga berib, onun tug'ilgan kunini yana bir qatim tabriklaydi. Bu ayol hayajonlanganidan ko'zlariga yosh ilib uningga "Efendim, sizga ko'p rahmat. Bana birovning sovg'at bermaganiga uzun bo'lgan. Baya Ford markali avtomobil sotadigan kishi mening bir kona avtomobilni haydab kelganligimni ko'rib, meni yangi avtomobil setib ololmaydi deb o'ylab qoldi. Shuning bilan men yangi avtomobillarni ko'rib beqishni iltimos qilganda, u rad qilib, sirtqa chiqib, elib keladigan pulim bor edi dedi. Men shuni saqlash uchun sizning bu do'koningizga kirib turgan edim. Hozir o'ylab baqsam, cho'qim Ford markali avtomobil setib olishimning hojati yo'q ekan deydi. Shunda qilib bu ayol Jiratning do'konidan oq ranglik Chevrolet markali avtomobilni setib oladi. Avtomobil setib olish uchun kelgan kishiga tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin deb qo'yish hamda uning oq ranglik avtomobilni yaxshi ko'radiganligiga diqqat qilish, uningga yana tug'ilgan kunini tabriklab bir dona qizil atirgul sovg'a qilish avtomobil setish xizmatiga nisbatan intayin arzimas kichkina bir ish. Ammo nurg'un mushunda kichik ishlar Jiratga mislisiz zo'r foyda yaratdi. O ticaretde şallık neticelerini yarattı. O dünya cins rekordu kamusida dünyadaki en büyük mal satkuchi degan namga erişti. O 12 yılda 13 bin daneden köprek avtomobil setip
en yukarı rekordunu yarattı. Bir yılı o 1425 tane avtomobil setip çıkarıp kesiptaşlar işideki kızık noktaga aylangan idi. Her bir adam kılıdığan iş kiçikin işlerden terkip tapkan buludu. Muşunda kiçik işlerini eplep seplep ötküzüp etişke yoki mesuliyetke sel qarashqa bo'lmaydi. Barliq g'olibiyatchilarmi bizga o'xshash kichik ishlarni qiladi. Birdan-bir o'xshamaslik ular azaldan o'zlari qilayotgan ishni kichik ish deb qarab boqmagan. Keist bir shirkatning setib olish bo'limining direktori. Bir kuni o shirkatda ishlatiladigan may qalamning intayin chiroyli ekanligini ko'rib, uni maktabda o'qiyotgan qiziga alg'ash ketibdi. Keyin yana bu qalamdan davomliq uyiga az-azdan elib ketib qiziga beribdi. O'ylamagan yerdan qizining bu narsalarini muallimi ko'rib qopti. Bu muallimning eri dal bu shirkat bilan savdo munosabat qiladigan oliy darajalik boshqaruvchi ekan. Bu oliy darajalik boshqaruvchi bu ishdan xabar topgandan keyin bu shirkatning xizmat kayfiyati bek nachar ekan. Şirket xodimlari shirkatni o'ylamay o'zlarini o'ylaydi ekan. Bundaq shirkat savdo ishlarida qandaqmi samimiy bo'lsin debdi-da, bu shirkat bilan bo'lgan hamkorlik plandan voz kechibdi. Bu planning berbat bo'lishini kichikina mayqalamning keltirib chiqarganini kim o'ylab yetarsin? Shunga kichik ishlarga sal qaramaslik kerak. Xizmatdagi nurg'un nachar odatlar, mayli u qanchalik kichik bo'lishidan qat'iy nazar, onun keltirib chiqaradigan oqibati sizning o'ylaganingizdanmi eg'ir keladi. Konvertga yetarli qimmatdagi marka chaplaydigan ishni hamma odam biladi. Bir davlat shirkat ishlaydi. Kechirasizlar. Konvertga yetarli qimmatdagi marka chaplaydigan ishni hamma odam biladi. Bir dağlıq şirkette işleydiğen bir yaş, dilo toğrusidagi bir parça ariznoma bilan sotning chaqiriq qog'oz silingan konvertga 2 Amerika sentlik marka chaplab, uni pochtadan silib etibdi. Ammo u yana 2 Amerika sentlik marka chaplash kerak ekan. Shuning uchun javobgarning advokati sotda yangi bir talabni o'ttirib qo'yibdi. O ariznoma bilan sotning chaqiriq qog'ozi vaqtida yetib kelmagan deb bahona ko'rsatdi. Da'vogarning advokati intayin pasportini tushib qopti. Buni yugur yetim ishlarni qiladigan haliqi yoshning 2 Amerika sentiga sal qaraganligi keltirib chiqargan. Yana bir nuqtadan elib aytganda, bu uning o'zining mas'uliyatiga sal qaraganligining ifodasi. Odatda ushshaq-tushshaq ishlarda sal qaraydigan ishlar bo'lib turdi. Eğer o ünüm ko'rsatib qolsa, turmuşda g'oyat zo'r o'zgarishlarni elib kelishi, shu orqali bir odamning bir umrlik taqdiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir yosh bir shaharga ishlash uchun kelibdi. Bu yosh bek tirishchan bo'lg'achqa, xo'jayin uningga bir kichik shirkatni iltifot qilibdi. O bu shirkatni shundoq tartibli boshqaribdi. Kesib natijasimi tuzsizlik bo'yicha yuqori o'rlab mengibdi. Bunu bir chet ellik savdogar anglagandan keyin uning bilan bir hamkorlik turi to'g'risida so'zlashmoqchi bo'libdi. Suhbat oyoqlashgandan keyin o o'ziga o'xshashla qora ko'zlik, sariq tenlik bu chet ellik savdogarni kechlik g'izo yeyishga taklif qilibdi. Kechlik g'izo intayin oddiy bo'lib, ular nechtasi g'izoning hammasini pok-pokiz yeb bo'libdi. Faqat 2 tal mantil eshib qopti. O derhal mulozimatchi qizni chaqirib, onun bu 2 tal mantini yemeklik haltısıga silib, qaçılab berishini, onu elib ketadiganligini aytibdi. Chet ellik savdogar derhal o'rnidan turib, onun bilan atala to'xtam imzolaydiganligini aytibdi. 2 tal eshib qolgan mantini elib ketishda kichkina bir ish chet ellik savdogarni qoyil qilgan. Buning turtkisida bu savdogar onun bilan nihoyat o'ng'ishli holda to'xtam imzolaydi. Bundan biz kichik ishlarning keyniga yoshiringan cho'ng ma'nilarni his qila olamiz. Shuning bilan bir vaqtda bu hikoya bizga xizmatda kichik ish yo'q ekanligini tushuntirib berdi. Chiroy shakli odatdagicha bir qizchaq
bir oddiy o'rta texnikum maktabida o'qiydi ekan. Onun ügünüş neticesi mi adet tikişçilik ekan. O anasının saqaymas kasalga mubtalo bo'lganligidan xabar topgandan keyin ailenin iqtisodiy yükünü azroq bo'lsin yenikletish maqsadida yazlık ta'tildan foydalanib ishlab azroq pul topmoqchi bo'libdi. O bir şirketga ish izlab beribdi. Direktor uning qisqacha tarjimalini ko'rgandan keyin hech ifodasizla uni rad qilib etibdi. Qizchaq o'zining materiallarini yig'ishtirib, ikki qo'li bilan o'rindiqni tirab, o'rnidan turibdi. Shu zaman o qo'liga bir narsaning sanchilganligini his qilibdi. Qarasa olqinidan azroq qon chiqqan ekan. Aslida o'rindiqning yon tarafidan bir tal mixning uchi chiqib qolgan ekan. O üstel üstü turgan bir qog'oz bostirg'ichni elib, chiqib qolgan mixni urib, ichiga kirgizib etib, chiqib ketibdi. Ammo bir qancha minutdan keyin direktor odam evatib, onu chaqirtib kelib, ishga o'rinlashtiribdi. Odatdagi kichik ishlarda, o'zi bilan munosabatli bo'lmagan ishlardimi, boshqalarga bo'lgan kuyinishni, g'amxo'rlikni va mas'uliyatni ifodalikli bo'ladi. Bu noktadan qaraganda bu qizchaqning g'alaba qozonishi muqarrar edi. Inchki ishlardan bir odamning ruhiy holatini his qilg'ili bo'ladi. Buni demisimi tushunishlik. Kichik tafsilotlarga diqqat qilib ishlangan xizmat odamni qoyil qiladi. Bu xil xizmat pozitsiyasi odatga aylangandan keyin cho'qim sizga g'oyat zo'r foyda olib keladi. Bauji shirkati tunji qatim Teyze markalık sopun paraşütünü bazarga sağanda, onun bazarını iyileş ünüm bilen setiş sommisi kişini hayran kaldırdıgan derecede yukarı boğan. Ama uzun ötmeyle bu xil tiz eşiş vaziyeti ast-ast peseygen. Bauji şirketinin mahsulat setiş xadimleri bunundan hayran qalgan. Ular bazarını keng külemde teşhirgen bolsumu, setiş miktarının bir izde turup gelişidek ahvalını keltirip çıkargan sebepni tapanmagan. Şunun bilen Bauji şirketi nurgun istimalçılarını bir yerge cem qilib, öz mahsulat to'g'risida bir qatimliq suhbat yig'ini uyushtirgan. Yig'inda bir istimalchi Teyze markalık sopun paraşütünün setilish miqdorining tuvallab ketishidagi muhim bir sababni o'ttirib qo'ygan. O Teyze sopunini odatda ishlatish miqdori bek ko'p bo'ladi ekan degan. Bauji şirketining rahbarlari darhol uningdan tafsili tushuntirishni talab qilgan. Bu istimalchi, sizlar o'zinglarning bergan e'loninglarga diqqat qilib beqinglar. Sopun paraşütünü töküşke shuncha ko'p vaqt ketadi ekan. Kimnigo bu sopun bilan pak-pakiz yuvetishga bo'ladi ekan. Ammo uni shuncha ko'p ishlatsak, hisoblab ko'rganda bu ziyon tortadigan ish bo'lib qoladi ekan degan. Bu gapni anglagandan keyin mahsulot setish direktori darhol berib e'lonni ko'rib, e'londagi sopun paraşütünü selishga 3 sekund vaqt ketganligini hisoblab ko'ribdi. Boshqa marketdagi sopun paraşütlarining e'lonini qarasa, ular sopun selishga aralla 1,5 sekundlik vaqt sarf qilgan. E'lonni shunday kichkina bir nuqtaga sal qarashdim. Teyze sopun paraşütüning setilishi va mahsulot obraziga og'ir ziyon yetgan. Bu inchki tafsilotlarga yuksak diqqat qilishni talab qiladigan zaman. Xizmetiniz meyli kichik yoki cho'ng bo'lsin, onu chuqum to'liq, etrafliq tushunishiniz, sonliq ma'lumotlarni intayin to'g'ri ishlatishingiz, ishlarda intayin samimiy bo'lishingiz kerak. Shundala ulug'vor nishonni haqiqiy o'rinlay olasiz. Mundaq deyishga bo'ladi. Sizga mansub xizmatli bo'ladi ekan, onunga uzul kesin mas'ul bo'lishingiz kerak. Chunki xizmatda kichik ish bo'lmaydi. Qadirli qarindoshlar, xizmatda kichik ish yo'q degan mazmunni mishada tugatdik. Endi 5-bobdagi ko'ngil qo'ysangizlar kichikina alomatdan shu ishning mohiyatini bilalaysiz degan mazmun bor ekan. Bu biroz ko'p mazmun ekan, qadirli qarindoshlar. 15 bet keladi ekan, 16 bet. Vaqtimizni qarab boqaylik. Ya'ni 39 milyon 40 minut bo'pti. Biz buni yeni bir yangi bobda birlikda o'rgansak bo'ladi. Bahonalarni rad qilib, boturlik bilan mas'ul bo'lish degan 6-bob bor ekan.
Kes meydanı azrak mesuliyetsizlikni mu sığdıramaydı. Onun dinkin hiç kandak bahanem yok. Onun dinkin mesuliyet mendeli toktaydı. Degen mezmun. Ondaki neticege mesul buluş. Yaxşı qılğıl bolmaydigan xizmet yok. Fakat mesuliyetsiz adamlı ba. Degen babken bunu 200. bet kiçiken qadirli qeyrindaşlar. Yani biz bunu keler saatlik mezmunda birlikte ügüneyle depme oyladım. Hazır hem de bu 200. bet kiçe yeni bab bolsa. Yani bunu biz okuveteyle qadirli qeyrindaşlar. Şamdan vaktim bolay dep kaldı. Köngül koysunuzlar kichkina alamettin şu işning mahiyetini bilaleysiz. Rof sarayda Munayning bir parça surati saqlangan. Bu resimde tasvirlengini monastirning oshxonasidagi ko'rinish edi. Suratda ishlayotganlar odatdagi odamlar bo'lmasdan farishtalar edi. Biri asma cho'ganda suv qaynatib atadi. Yana biri intayin nozik qiyofatda suv chelikini ko'tarib atadi. Yana biri oshpazlar kiyimini kiyib olgan bo'lib, qo'l uzatib bir taxsini almoqchi bo'lib turadi. Bularning hammasi turmushdagi odatdagi ishlar bo'lsa-mu, farishtalar bu ishlarni butun zihnini qo'yib qilib atadi. Qadirli qeyrindaşlar, baribir tugatamagidekmiz. Bu 20 betga yaqin mazmunken. Bunu biz kelar saat qilayli. Bugun o'rgangan mazmunmi xili bor. 2 dars qilib o'tdik, alhamdulillah. Şonlaşqa kelar saatda 60. dersimizde bu mazmunni birlikte o'rganamiz. Bugun xizmatda kichik ishning yo'qligini o'rganib o'tdik. Har bir qarindishimizdanki qilgan xizmatini, ishini yaxshi ko'rishini, ya xizmatini suyib yaxshi ko'rib qilishni, ishini, ya bo'lmasa o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilishini umid qilaman. Har bir tafsilotga diqqat qilishini umid qilaman. Mening bir do'stim bor edi, uningki dadasining laqimi tafsili ekan. İşte acayip tefsili muamele kıldı dedi. Bu qarindishimiz mu shundaq tefsili biz sherik bo'lib bir ishlarni qilgan, tefsili muamele qildi. Allah shundaq ishga mas'uliyatchan tefsili qarindoshlarimizdan rozi bo'lsin. Anda olsa Allah'ın o'ziga omonat. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.